Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan paragraph flash o'rganamiz. Paragraph flash o'zi nima degani? Hop. Task 1 o'tamiz sizlar bilan. Task 1 birinchi introduction bor. Birinchi introduction yozamiz. Hali bilan o'rgataman introduction. Introductiondan keyin overview. Undan keyin body paragraflarda body 1 and body 2 keladi. Mana shu umumiy body 1 and body 2 ni paragraph flash deyiladi. Misol uchun siz body 1 da nima yozishingiz, body 2 da nima yozishingizni hal qilib olishingiz kerak. O'sha narsani hozir ko'rib chiqamiz. Paragraph flash umumiy mana shu paragraphs paragraph flash o'zbekcha yoziladi. Paragraph flash. Shuni umumiy ko'rib chiqamiz hozir. Body 1 da nima yozishimiz, body 2 da nima yozishimizdan hal qilib olamiz. Body 1 dan biza qaranglar. Body 1 ga topic sentence bor. Topic sentence ni ham o'rganamiz. Topic sentence bu body paragraflarga kirish so'zi. Kirish so'zlarini o'rganamiz. Body 1 ga kirish so'zi, body 2 ga kirish so'zi. Body 2 da ham topic sentence bo'ladi. Mana shu topic sentencelarni yozsanglar 0.5 ga ko'tarib beradi. Sizlar logic paydo qilgan bo'lasizlar. Logic deganda mantiqli yozgan bo'lasizlar. Topic sentence kirish so'zi. Ko'ramiz. Paragraph organization and topic sentences. Chain charts. Bu yillayladimi? You shouldn't select information randomly. Siz debdi ma'lumotlarni xohlagan joydan olmaysiz. Siz ma'lumotlarni shu rasmga qarab tuzib olishingiz kerak bo'ladi. Bularni hozir o'rganamiz. You need to use a certain principle to divide information into paragraphs. Prinsiplarni ishlatishingiz kerak ekan. Ma'lum bir prinsiplar bormi? O'sha 3 ta 4 ta prinsiplar bor, uni hozir ko'ramiz pastda. O'sha bo'yicha siz bo'lishingiz kerak ekan. You need to present this principle as a topic sentence. O'shalarni siz topic sentence, kirish so'zi sifatida qo'llashingiz kerak ekan. Let's look the first one. A1 birinchisini ko'ramiz. Talk about the increases first and then decreases. Bu birinchi usulga qaraylik. Body 1 da increase yozib olasizlar, body 2 da decrease yozib olasizlar. Hop, men boya aytdim, misol uchun task 1 da introduction, overview, body 1, body 2 bor edi. Demak, shu body 1 izda polni increaselarni gapirasiz. Polni increaselar haqida gapirasiz. Body 2 da decreaselar haqida gapirasiz. Decrease. Polni decreaselar haqida gapirishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana bunga qaraymiz. The table below shows the number of cars made in 3 countries. 3 ta davlatda mashina ishlab chiqarishda ko'rsatkichlarini ko'rsatar ekan 2003, 2006, 2009. Argentinaga qaraymiz. Birinchi yilda 235 mingta mashina ishlab chiqaribdi. Undan keyin 352 mingta, uzr. Keyingi yilda 2009 da 466 mingta. Endi sizlar o'sdi tushdini qayerdan topasizlar? Yilda boshiga qaraysizlar, yilda oxiriga qaraysizlar. Argentinada mashina ishlab chiqarish yilda boshida qancha bo'lgan va yilda oxirida qancha bo'lgan? Shuni farqi o'sgan tushganligini topsanglar bo'ladi. 235 dan 466 ga o'syaptimi, tushyaptimi? Bu o'syapti. Bu o'sdi. Endi Avstraliyaga qaraymiz. Avstraliyada 2003-yilda 452 mingta mashina ishlab chiqaribdi. 2009da 245 mingta. Bu tushganmi, o'sganmi? Bu tushgan. Nimaga tushgan deyapman, qarang. Yilda boshida 452 mingta, 2009-yilda 245 mingta ga tushib ketgan, deymi? Hop, Tailandda 735 mingta, yilda oxiriga kelib 999 mingta. Bu o'sdi. O'sdi tushdini sizlar yilda boshi va yilda oxiriga qarab solishtirishinglar kerak bo'ladi. O'shanda qaranglar, bizda ikkita o'sgan, bitta tushgan bor. Hozirgi birinchi o'rganganimiz bo'yicha body 1 da increaselarni
body to'da decrease'larni gapirishimiz kerak. O'shanda Argentina bilan Tailandda sizlar body 1 ga qo'yishinglar kerak. Argentina bilan Tailandni bitta bodyda gapirishinglar kerak. Birinchi Argentinani aytasizlar 235 mingta edi 2003-yilda, undan keyin o'sib ketgandi deb yozib bersanglar bo'ladi. O'shani mana kirish so'zlari bor. O'sha kirish so'zlarini mana tepada ko'ramiz. First body, birinchi bodyda kirish so'zi bor. Focusing on increases first. O'sganlarga birinchi qarasaylik. X started at 4000 in 2010. X o'rniga sizlar Argentina yoki Argentinada mashina ishlab chiqarish deb aytishinglar kerak. Xo'p. Ikkinchi usuli bir xil narsa. Focusing on increases first ga sinonim ishlatsanglar bo'ladi. X and Y showed increase in figures. X and Y da o'rniga sizlar Argentina and Thailand showed increases in figures deb nuqta qo'yasizlar. Nuqtadan keyin bizda 10 ta struktura bor edi. Esingizda bo'lsa, and this followed by, started at, starting at degan so'zlar bor edi. O'shalar bilan davom etib gapirib bersanglar bo'ladi. Bu body 1 da. Body 2 da by contrast bilan olyapsizlar. Vaholanki degani by contrast A and B decreased over the years. A and B ni o'rniga sizlar o'sha davlatni mashina ishlab chiqarish deysizlarmi? Kategoriyaga qarashinglar kerak. Nima haqida ketyapti mavzu, o'shanga nisbatan olasizlar. A and B decreased over the years. Tushib ketganligini ifodalab berasizlar. Decreased degani o'sha tushib ketgan degan ma'noda kelyapti. Body 1 da o'sib ketgan, body 2 da tushib ketganlarni gapiryapsizlar. Ma'noga nisbatan. Body 2 da misol uchun Avstraliyani gapirishinglar kerak. Body 2 da Avstraliya tushib ketganligi uchun. Sizlar mana shuni farqli olsanglar, logic paydo bo'ladi va sizlar body 1 and body 2 ga ajratib paragraflash degan narsani o'rganayotgan bo'lasizlar. Logic paydo bo'ladi, yaxshi-da bu. 0.5 yaxshi. Yaxshi narsa, ko'tarib berish yaxshi narsa, deymi? Keyin examiner bor, imtihon oluvchi ham shu mana shu bazilaringda nima haqida gapirishinglarni oldindan sezadi va shunga nisbatan sizlarga ball qo'shib beradi. Ikkinchi bodyda by contrast bilan boshladi and decreased over the years. Shunga sinonim qaranglar. Shunga sinonim mana. In contrast bilan boshlashlar bo'ladi. Exhibited different changes desanglar bo'ladi. Hop, mana uni ko'ramiz mana. Argentina and Thailand showed increases in figures. O'sganligini ifodalab berasizlar. Nuqtadan keyin aytasizlar. The number of cars produced in Argentina started at 235 mingta deb boshlab, ana 10 ta strukturalarni ishlatib berishinglar kerak alohida. Argentinani gapirib bo'lganinglardan keyin Tailandga o'tasizlar. Vaholanki Tailandda 735 mingta edi 2003-yilda deb yana 10 ta strukturani foydalanib gapirib berishinglar kerak. Endi tugadi, gapirib bo'ldinglar, endi body 2 ga o'tasizlar. Body 2 da mana Australia on the other hand bucked the trend. Bucked the trend degani buni teskarisini ko'rsatdi degan ma'noda kelyapti. Australia on the other hand, vaholanki degani on the other hand. Australia vaholanki bu ko'rsatishning teskarisini ko'rsatdi. Shto tushganligini ifodalab beryapti. Xohlasanglar buni ishlatinglar, xohlasanglar mana buni ishlatsanglar ham bo'ladi. By contrast, Australia decreased over the years. Yoki exhibited different changes desanglar ham bo'ladi. Bu birinchi usuli qaranglar. O'sgan va tushganlarga ajratdik. O'sgan va tushganlarga ajratdik. Xo'p, endi ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchisida talk about categories which show bigger changes. Bigger figures again. Bigger figures deganda katta ko'rsatkichlarni ko'rsatganligini ifodalab berishinglar kerak bo'ladi. Body 1 da first body qarang. Topic sentence for this scenario. First body da X and Y o'sha Argentina va Australia islami sizlarga berilgan ma'lumotga qarashinglar kerak. Exhibited ko'rsatdi consistently higher figures. Consistently degani doimo, har doim, always ga sinonim. Exhibited consistently higher figures. Eng kattasini ko'rsatdi. X and Y showed much bigger figures compared to other categories. Bu ham bir xil, mana unga sinonim, mana ikkalasi bir xil.
Shu bittasini ishlatasizlar degan ma'noda yozilgan, ikkalasi bir xil. Yoki buni ishlatinglar yoki buni ishlatinglar. Birinchi badiga kirish so'ziga faqat. Kirish so'zi. Ikkinchi badida in contrast vaholanki A and B had relatively small numbers. Kichkina sonlarda edi deb aytibsizlar. Bizda bu ikkinchi usul, e'tiborli bo'linglar. Ikkinchi usulda biza katta va kichikka ajratamiz. Birinchi badida kattalarni gapiryapmiz. Sizlarni kattalarni gapirishinglarni mana shu ikkita gap bilan ifodalab beryapsizlar. Ikkinchi badini kirish so'ziga in contrast yoki by contrast bilan olsanglar bo'ladi. A and B had relatively small numbers. The figures yoki by contrast the figures were smaller for the remaining categories. Badi 2. Smaller degani kichkina degani. Remaining degani qolgan kategoriyalar uchun kichkina edi. Figura deb aytibsizlar. Nima ko'ramiz? Mana shunga qaraymiz. Birinchi o'sgan tushganligini ko'rib olinglar. Keyin o'shanga qarab, hozir biz ikkita o'rgandik-ku. Birinchi topic sentence'imiz o'sgan va tushganlarga edi. Ikkinchi strukturamiz katta va kichiklarga edi. Mana bunga qaraymiz. 1992 dan 2012 yilgacha ekan food consumption, ovqatlarni iste'mol qilish ekan. 2140 dan 2220 ga o'sgan. Hop, 1148 dan 1132 ga tushgan. 837 dan 977 ga o'sgan. 532 dan 590 ga o'sgan. 113 dan 125 ga o'sgan. Esinglarda bo'lsa, yilni boshi, yilni oxiriga qarab ajratadi. Yilni boshiga qaraysizlar va yilni oxiriga qarab o'sgan tushganlarni ajratib olasizlar. O'shanda sizlarda 4 ta o'sgan va bitta tushgan bor ekan. Buni ana o'sgan tushganlarga ajratsanglar, sal neto bo'lib qoladi. Shu o'sganlarga nisbatan 4 tasini gapiryapsizlar, tushganlarga nisbatan bittasini gapirib qo'ysanglar, sal boshqacha, sal g'alatiroq chiqadi. Shuni o'rniga mana shunga qarasanglar bo'ladi. Shu o'rtasidan qarab olasizlar, eng kattalari ming deb olsanglar, chegarani. Ming deb olsanglar, mana ikkalasini eng katta, mana ikkalasini eng kichik deb olsanglar bo'ladi. O'shanda biz hozir ikkinchi o'rgangan topic sentence'imiz bo'yicha qo'yib olsaylik bo'ladi. İkinci o'rganganimiz mana edi. İkinci o'rganganimiz B usuluydu. Mana talk about categories which show bigger figures. Birinchi badida kirish so'ziga nima edi boyagi food consumption'da vegetable and meat. Vegetable and meat. Vegetable and meat. Vegetable and meat exhibited consistently higher figures deb ishlatsanglar bo'ladi. Nima edi ismini chiqardim. Meat and vegetables. Meat and vegetables. Meat and vegetables showed much bigger figures compared to other categories. Buni ham ishlatsanglar bo'ladi. Endi ikkinchi badida qaranglar. Ikkinchi badida o'zi ikkita ekanda, endi ikkinchi badida in contrast yoki by contrast A and B ni o'rniga sizlar kichiklarini aytishinglar kerak. Wheat, bean and cheese. Wheat, bean and cheese. Wheat, bean and cheese had relatively small numbers. Olisizlar buni ishlatinglar. Olisizlar buni. By contrast, the figures were smaller for the remaining categories. Shunda sizlar ana nomini aytib o'tirmaysizlarda, mana uni shunday yozib qo'ysanglar ham yetadi. Keyin nuqta qo'yasizlarda, yana 10 ta strukturadan foydalanib shunchada turgandi va o'sib ketdi, tushib ketdi desanglar bo'ladi. Shunchada turdi, 2012-yilgacha o'sdi. Shunchada turdi, yana o'sib ketdi deb ana 10 ta structure'imiz bor edi, o'shalarni ishlatasizlar. Bu qanday yozilgan ekan? Ko'ramiz. Meat especially ayniqsa qaranglar. Vegetables eng kattasi edi. Eng kattasiga urg'u berish especially bilan berilyapti. Meat and especially vegetables, ayniqsa vegetables showed consistently higher figures throughout the period. Berilgan yil davomida eng kattasi edi deb aytibdi ikkalasiga nisbatan. Nuqta qo'yasizlar. Body 1 bu e'tiborli bo'linglar.
Gapirib ketasizlar. Birinchi eng kattadan boshlasanglar yaxshiroq. Vegetables turganda shunchalar. Starting at 2140 in 1992, the consumption of vegetables o'sib ketdi deysizlar. Increase it dramatically to, or increase it slowly to 2220 in 2012 deb qo'ysanglar bo'ldi. Keyin mitga o'tasizlar. Mitkini alohida aytasizlar. Mit shunchada boshlangandi. And this was followed by bilan ishlatinglar. Bir xil bo'lib qolmasin, mana ikkalasiga bir xil bo'lib qolmasin. Hali full yozayotganimizda ko'ramiz. Bu body 1da. Mana body 1da sizlar mana ikkalasini gapirdinglar. Endi body 2da. In contrast, the remaining food items had much smaller numbers. Remaining bilan ishlatyapti. Nariga ikkinchisini sal boshqacha qilib ishlatildi. By contrast, the figures were smaller for the remaining categories. Xolislar buni ishlatildi. Bir xil ma'no jihatdan bir xil, sizlar faqat topic sentence ishlatib berasizlar. Nuqta qo'yiladi mana shu yerda. Nuqtadan keyin sizlar with, bean and cheese ni alohida gapirib olishingiz kerak. With ni iste'mol qilish. With consumption started at yoki stood at 837 in 1992, and this was followed by a slight increase a slight increase to 1977 until 2012. deb gapirib qo'ygan bo'lasizlar. Keyin binga o'tasizlar. Keyin cheese'nikini alohida 10 ta struktura bilan yozib berishingiz kerak. Va sizlar nimani paydo qilgan bo'lasizlar? Body 1 and body 2. Okay, menimcha tushundinglar. Hop, keyingisini ko'ramiz. Uchinchisi. Talk about categories that show similar changes. Bir xil ko'rsatkichlarni ko'rsatgan bo'lsagina shuni ishlatsanglar yaxshiroq. First body, birinchi bodyda x and y followed similar patterns. Bir xil ko'rsatkichlarni ko'rsatdi deb aytishdi. Shunda o'sgan bo'lsa o'sdi, tushgan bo'lsa tushdi. Faqat bu yerda mana bilan farqi nimada? Increase bilan decrease da farqi nimada? Sizlar followed similar patterns deb ko'rsatib berasizlar. Bir xil ko'rsatkichlarni ko'rsatdi. Hatto почти bir xil, ana increase and decrease bilan bir xil. Lekin bu ham shunaqa yangicha, boshqacha usuli. Exhibited similar change. Bir xil ko'rsatkichlarni ko'rsatdi deb aytibsizlar. X and y exhibited similar changes. Misol uchun balonga ishlata olmaysizlar-da. Vegetables and meatga nisbatan showed similar patterns deya olmaysizlar. Chunki vegetable'ni iste'mol qilish o'sgan, meatga tushgan. Hali ko'ramiz bunga similar pattern qaysi biri to'g'ri kelishi mumkin. First bodyda mana shu so'zlarni ishlatamiz. Followed similar patterns, bir xil ko'rsatkichlarni ko'rsatdi. Exhibited similar changes, bir xil o'zgarishlarni ko'rsatdi. Ikkinchi bodyda bucket the trend, buni teskarisini ko'rsatdi. Boshqacha trend ko'rsatdi deb aytibsizlar. Hop, yozilgani bo'lsa kerak, ko'ramiz. Mana unga nisbatan ko'rsanglar bo'lar ekan. The number of international conferences. International xalqaro konferensiyalarning soni. CTA tushgan va yilda boshi, yilda oxiri tushgan. Hop, CTB yilda boshi, yilda oxiri tushgan bu ham. Bunisi CTC o'sgan, misol. Hozir sizlar mana shuni o'sgan tushganlarga ajratib olinglar, farqi yo'q. Bu ham yaxshi. O'sgan tushganlarga ajratsalar ham bo'ladi. Lekin ma'nosiga e'tiborli bo'lsanglar, CTA and CTB da почти bir xil tushyapti, o'syapti. Mana shuni similar patterns deydi. O'sib tushishini similar patterns, bir xil o'zgarishlarni ko'rsatdi. Lekin mana CTC ga qarasanglar, birdaniga o'sib ketdi-da, keyin asta o'sib tushib, yana o'sib ketganda. Bu boshqacha-da ko'rsatkich. Shunda 1965 dan 1995 gacha katta o'zgarish bo'lgan. Shuning uchun bu
bucket the trend deb ishlatsa bo'ladi yoki show the different change desa bo'ladi bunga nisbatan. Hali sizlar o'sgan tushganlarga ham ajratsalar bo'ladi, sizlarga o'sgan tushganlar yaxshiroq bo'lsa. Hop, ko'ramiz. The city A and B exhibited somewhat similar changes. Bir xil o'zgarishlarni ko'rsatibdi. Shu ikkalasi ham tushgan. Ikkalasi ham tushganda demoqchi. In contrast, the city C had much more notable change. Kattaroq o'zgarish bo'lgan. In its figure. Chunki kattaroq o'zgarish bo'lgani 0 dan chiqib bulardan почти o'tib ketgan, oxirgi yillarda o'tib ketgan and more notable change. Katta o'zgarish bo'lgan. Similar change bir xil o'zgarish, o'sib tushib bir xil o'zgargan, tushganligi. Lekin buni ustida riski ko'tarilib bari bulardan o'tib ketgan. Bu ham bitta turi mana bu. Topic sentence ni bitta turi. Topic sentence kirish so'zini bitta turi. Hop, buni ustiga qaraymiz. Biz hozir sizlar bilan 3 ta turini ko'rgan bo'lsanglar, hozir mana shunga tahlil qilamiz 3 ta turini. Hop, Indiyada the percentage of total world population. Indiyada o'sibdi. Birinchi o'sgan tushganlarini aniqlashtirib olsanglar yaxshi bo'ladi. Chinada tushibdi. Yili borda 1950 Cook, 2002 unisi, 2050 unisi. Bunda tushibdi. USA da tushibdi. Aholi soni. Yaponiyada tushibdi. Hop, endi mana qaranglar. Bizda 3 ta tushgan ekan, bitta ko'tarilgan ekan. Buni o'sgan tushganlarga ajratsalar bo'ladi, lekin logic, mantiq tomonidan sal neto'roqda. 3 tasini bitta joyga olyapsizlar, bittasini alohida qilib olyapsizlar. Sal mantiq jihatdan sal neto'roq. Mana shunga qarasanglar, mana 10 mana shuni o'rta qilib olsanglar, China bilan Indiyada katta aholi, USA bilan Japonda kichkina aholi. O'shanda sizlar katta va kichiklar paragrafiga ajratsalar bo'ladi. Buni ikkinchi o'rganganimiz bo'yicha. B ga qarasanglar. Exhibited consistently higher figures, showed much bigger figures. Bir xil, mana ikkalasi bir xil. E'tiborli bo'linglar, bu ikkalasi bir xil. Ikkalasi bir xil narsa. Ikkinchi bajida in contrast, bu ham ikkalasi bir xil. Relatively small numbers, kichikroqini ko'rsatgan. Qaraymiz qanday yozilgan ekan. Men buni ajratgan bo'lardim katta va kichiklarga. Despite their reversal changes. Reversal degani teskari. Indiyada o'sganmi? Chinada tushgan. Ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi o'zgarishni ko'rsatgan bo'lsa-da, garchi bir-biriga qarama-qarshi ko'rsatishni ko'rsatgan bo'lsa-da deb aytibdi. Despite degani garchi degani. Despite their reversal changes, India and China exhibit much bigger figures. Mana joyga e'tiborli bo'linglar. Exhibit present simple da olinibdi. Sizlarda 3 ta yil berilgan bo'lsa, o'tmish va endi hozirgi zamon yo'q va kelajak berilgan bo'lsa, o'shanda sizlar present simple da olsanglar yaxshiroq. Topic sentence nigina faqat ba'zi ichidagi so'zlarni lekin ajratasizlar. Past simple yoki future ga ajratishingiz kerak. Lekin mana topic sentence nigina faqat chetda present simple olsanglar yaxshiroq. Hop, exhibited much bigger figures. Bigger degani kattaroq. Bu ham shu katta va kichiklarga ajratilgan ekan. The USA and Japan. USA and Japan on the other hand, vaholanki degani have notably small numbers. Have notably small numbers. Have mana present simple noun'ibdi. Notably sezilarli darajada kichkina ekan. Small numbers degani kichkina. Hop, shu bizda asosan 3 ta va 4-inchisi ham bor. 4-inchisini ham hozir ko'ramiz. Bunisini topib olishim kerak 4-inchisini o'rgatish uchun. 4-inchisini hozir boshqacha ko'rsataman. Waiting.
To'rtinchisini qaraylik. To'rtinchisi mana bu nima ekan? Bar graph. The chart below gives information about births and deaths. Tug'ilish va o'limlarni ko'rsatkichlari ekan. Switzerland, Shveysariya. So, births qizil ekan, births o'sgan yilda boshi va yilda oxiriga solishtiramiz. Bu o'sibdi. Deaths yilda boshi, yilda oxiri tushgan. Xohlasanglar buni o'sgan tushganlarga ajratinglar. Farqi yo'q. Chunki o'zi 2 dona ekan. 2 dona kategoriya. O'sgan tushganlarga ham ajratsalar bo'ladi. Lekin buni eng katta va eng kichikka ajrata olmaysizlar. Buni mana 4-usuli bor. Hozir o'rgatmoqchi bo'lganim. 4-usuli. Kategoriyalarni o'zini alohida yasa olasizlar. Focusing on births this first. Tug'ilishlarga birinchi qarasaylik. The number of births started at nechtada boshlangan? 1,5 1 1,2 1,1 1,2 million ekan, e'tiborli bo'linglar, yonida million. The figure ana 7-chimi 6-chimi strukturani ishlataman. The figure then text qolgan ekan. The figure then remained constant o'zgarmasdan qolibdi until 1980. 1980-yilgacha o'zgarmasdan qolibdi. Mana o'zgarmaganda. Keyin nariga o'sgan deysizlar, qaranglar. O'sgan deb aytib ketasizlar. Mana yilgacha o'sgan deb aytsalar bo'ladi. 1990 dan 2010-yilgacha o'sgan deb bittada aytib ketsalar bo'ladi. Ana 10 ta strukturani ishlatasizlar. The number of births showed. Yani showed ishlatyapman, qaranglar. Mayda hali ishlatmayman. The number of births showed a dramatic increase to nechiga bittada aytib ketaymi. Mana yergacha bitta olinglar, mana yergacha bitta olinglar, 2000-yilgacha bitta olsanglar yaxshiroq ekan. 1980 dan 2000-yilgacha sezilarli darajada o'sib ketdi desanglar, increase to show a dramatic increase to nechigaligini ko'rib, keyin ana 10 ta strukturalarni ishlatib olasizlar. Virgul qo'ydim. After which it increased slightly to nechiga oxirgilini. Bu body 1 da qaranglar. Focusing bilan topic sentence qildim. Focusing on births first. Bu 4-usul edi. Endi misol uchun gapirib bo'ldinglar ham birthsni. Body 2 da this haqida gapiryapsizlar. By contrast o'limlar stood at 1 million in 1970 turgan edi. Vaholanki o'limlar 1970-yilda shunchada turgan edi. And this was followed by a slight increase to nechiga 1,3 million. Bu 4-usuli, keyin nuqta. In 1980 nuqta. Keyin gapirib ketaverasizlar 10 ta strukturadan foydalanib. Bu 4-si. Biz mana 4 xilini ko'rdik. Birinchisini ko'ramiz. Qanaqa edi, esga tushirib olaylik, yaxshi bo'ladi. Birinchisi increases and decreases. O'sgan tushganlarga topic sentence mana kirish so'zlari sizlarga, bajalarga kirish so'zi. Ikkinchisi
Bigger figures. Katta va kichik. Mana kattalarga nisbatan sizlarga topic sentence, kichiklarga nisbatan topic sentence. Uchinchisi, bir xil o'zgarish bo'lsa, tushishi ham bir xil bo'lsa. Ba'zi ikkida lekin o'sgani boshqacharoq bo'lishi kerak. Ikkinchi kategoriyasi boshqacha, o'sgan tezroq bo'lishi kerak yoki tushgan tezroq bo'lishi kerak. Va oxirgisi mana bir kategoriyalarga nisbatan ajratib olasiz. Bu yerda birds and these to'g'rimi? Sizlarda berilishi mumkin, man and woman bo'lishi mumkin. Jinslarga nisbatan ham berilishi mumkin. Focusing on man first, by contrast, woman stood at, the number of days stood at. Misol deb gapirib ketaverasizlar. Bu 4-tinchisi. 4 xil ko'rdik. Shu bilan bu topic sentencelarimiz tugagan. Bu ba'zilarga kirish so'zi. Tushundilar degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar, charchamaylar.